Anibro uchun maxsus. Shu yerda ekaningni bilaman. Chiqishing mumkin. Nima xohlaysan, Clark? Bu shunday, Bruce. Ertami kechmi? Kimdir seni bunga chaqirishimni so'rash kerak edi. Bunga loyiq bo'lgan odam. Bu sodir bo'lganda. Sodir bo'lganda. Yaxshilik g'alaba qozonadi. Bruce. Menimcha o'rtadagi ziddiyatlarni bir chetga surib, birga ishlash vaqti keldi. Nimaga? Nima? Aytmoqchimanki, nimaga? Sen Batmansan. Ha, va menda super qobiliyat yo'q. Men shunchaki boyman. Vahmo. Boy vahmo. Bruce. Seni ilmiy izlanishlaring chindan ham ular butunlay foydasiz. Mana bu yigitga esa o'qlar hech qanaqasiga ta'sir qilmaydi. Seni jang qobiliyatlaring. Mening eng katta dushmanim bu Bane. Bitta aqldan ozgan katta yigit. Gaz maska taqib yuradi va u osongina belimni sindirishi mumkin. Sen esa uni bir qo'lda yenga olasan. Boshqa qo'ling bilan uni ustiga bo'shatishing mumkin. Super muper. Bu shunchaki bilmadim. Sen zo'rsan. Ha, mayli. Tushunarli. Seni zreniyan ketgan. Ahmoqlik qilma. Men Supermenman. Ha, aynan. Ahmoqona ko'kqon. Sen zerikarlisan. Ustoshining ahvoliga qara. Buni menga otam bergan. Va u o'lgan. O'lgan ota-onangni tinch qo'yarsan balki. Sen ota-onang ham o'lgan-ku. Buni tushunmasdim. Men kichkina edim. Endi esa Batmanman. Kechirasan. Meni kostyumim zo'r, chunki uni o'zim tikkanman. Otasini bolasi. Seni ko'kragingda ahmoqona es bor. Supermenligini unutib qo'ysang. Bu xalqimning umid ramzi. Umid so'zi udan boshlanadi, ahmoq. Yaxshi, bas qil. Buni qabul qil. Sen lo'qsan. Sen ko'zlaringni bo'yaysan. Pashol. Boshqa atmosferada menda super qobiliyatlar paydo bo'lmaydi, onasini emsin. Bu yer meni kuchli qiladi. Sen g'irsan. Soching bilan. Batman, Superman. Men Bet signalni ko'rdim. Nima bo'ldi? Komissar Gordon, biz Batman bilan birga ishlashni muhokama qilyapmiz. Nimaga? Men ham shuni so'rayapman. Ha, menimcha ham bunda hech qanday ma'no yo'q. Ha. Yigitlar, men sizlar bilan deyarli 10 yildan beri birga ishlayman, lekin buni aytayotganimga ishona olmayman. Lekin Batmanga 100% qo'shilaman. Ajoyib. Nega o'zingizni bunday tutyapsiz? Kimdir buni senga aytish kerak. Zerikarlisan. U haq. Hatto sen alter egoing. Men xuddi 90-yillardagi Hugh Hefner deyman. Sen esa qanaqadir jurnalist. Ha, rostdan ham tushunmayman. Men jurnalist ko'rinishida o'zimni alter egoimni yashirmaganman. Unday bo'lsa bu qanaqa? Clark Kenton. Sen ijodingmi? Men odamman. Bu esa umuman o'zingga o'xshamaydi. Men odamman va iltimos qilardim. Men alter egoimni komissar oldida gaplashmasak. Xavotir olma, seni kimligini bilaman, Clark. Nima? Kun yangiligi. Agar odamlarni aldamoqchi bo'lsang, kepka va ochkidan ko'proq narsa kerak. Rostdanmi? Mana bunga qara unda. Komissar Gordon qayerga ketdi? Men komissar Gordon emasman. Sen kimsan? Komissar Gordon qani? Qaytdingiz, komissar. Bu yerda boshqa odam bor edi. Sen ko'rding, to'g'rimi? Bu boshqa odam edi. U soyaga berkindi. Ko'rdingmi, Clark? Bilasizlarmi? Shunchaki gaplarimni unuting. Shunchaki. Bu ahmoqli. Lois Lane bilan shu vaqtgacha kelishuvga erisha olmaganining sababi bo'lishi mumkin. Uni bunga aralashtirma. U har doim muxbirlarga yozib berganidek senga nima qilishni o'rgatib turishi ham kerakdir. Xo'y, xuddi shunday. Va uni bu yoqqa qo'yiladi. Bas qil. Undan qanday foydalanishni bilmasang, po'lat odam bo'lishdan nima foyda, yedimi? Bas qil. Juda ham yoqimtoy. Endi nima qilasan? Chiroyli ko'zlaring bilan bizni yoqib yuborasanmi? Shunda ular birinchi marta kerakli joyga ishlatiladi. Icebergni kesish, kampirni sho'rvasini isitib berish. Xonim, sho'rvangiz sovib qopti. Bundan beyinni yo'q qilishda foydalangan bo'lardi. Bas qil. Men bu yerga birlashgani keldim. Urush uchun emas. Hoy Clark. Sehrli ko'zlaringdan foydalanib, nima ko'rsatayotganimni top. Mayli, o'zim ko'rsataman. Mana bu qushchi.
Kriptonda bu nimani anglatadi? Minnatdorchilikmi? Ouch! Hayır! Qanday ahmoq? Ha. S harfi meni sayyoramda umid ramzini anglatadi. Ularni o'lgandan xursandman. Komissar qani? Ha, qaytdingiz. Va seni yomon ko'raman. Ha. Meni oson aldash mumkin. Ovoz berdi Bad Bro.